Bugungi video umurtqa sinishlari bo'lgan bemorlarga qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Assalomu alaykum, men doktor Elbek. Umurtqa sinishlarida narkoz bilan katta operatsiya qilish kerakmi, yo'qmi? Qaror qabul qilish uchun bemor barcha zarur ma'lumotlar asosida o'z holatini baholay olishi kerak. Umurtqalarning sinishlarida mahalliy og'riqlar konservativ davlashda ham saqlanib qoladi. Og'riqlar odatda 4-6 hafta va undan ortiq davom etishi mumkin. Tabiiyki, aksariyat bemorlar qari yoshdagi insonlar bo'lgani sabab og'riqlar, umurtqa shaklining o'zgarishi, harakat cheklanishi ularni og'ir ahvolga solib qo'yadi. Uzoq vaqtlar davomida konservativ davo asosiy bo'lib, bemor o'rtacha yotoq holatda 4 oy mixlangan. Umurtqalarni qotirish uchun qo'llangan katta operatsiyalar temir implant o'rnatish bilan kechgan va jarohat yengillanishi, implantlarning bitmasligi, narkoz asoratlari va hatto falajliklarga olib kelgan. Katta operatsiyalarning asoratlarini ko'rib chiqamiz. Ular bevosita operatsiya jarayonida yuzaga keladigan asoratlar, operatsiyadan keyingi erta va kechki davrda yuzaga keladigan asoratlar. Hattoki operatsiya samarali o'tgan degan taqdirda ham uzoq davrda taxminan 18% gacha holatlar qayta operatsiya talab etadi. Shu sababli bemorni ambulator davolab, uning yurib ketishini 1 sutkada ta'minlab beradigan usul qidirilgan. Va bugun sizlarga umurtqalar sinishida terini kesmasdan davolash usuli haqida gapirib beraman. Bu vertebroplastika usuli bo'lib, sodda va arzon usul hisoblanadi. Uni bajarish uchun shifokorga maxsus igna va sement kerak bo'ladi, xolos. Sementning asosiy xususiyati umurtqachiga suyuq holatda kirib, keyin qochishdir. Bu usul osteoporoz, travma, miyelom kasalliklarida qo'llaniladi. Demak, vertebroplastika usuliga ko'rsatma va qarshi ko'rsatmalar mavjud. Ko'rsatmalar: umurtqa sinishi epidural sohaga siljimasdan, konservativ davo samarasiz bo'lganda. Qarshi ko'rsatma umurtqaning sinib siljishi, uning ingichkalashib ketishiga olib kelganda, orqa miyani siqilib qo'yganda, bemor sinish tufayli 12 oydan uzoq yotib qolganda va nevrologik asoratlar kuzatilganda. Amaliyotda har bir singan umurtqaga taxminan o'rtacha 10 daqiqa vaqt sarflanadi va amaliyot og'riqsizlantirish, mahalliy og'riqsizlantirish asosida o'tkaziladi. Amaliyotdan so'ng bemor bir necha soat kuzatuvda bo'lib, so'ngra uyiga javob beriladi. Ayrim holatlarda ochiq jarrohlik usuli ham hatto vertebroplastika usuli bilan to'ldiriladi. Bu usul og'riqni bartaraf etadi, nevrologik asoratlarni oldini oladi. Bu usulning ham o'ziga yarasha asoratlari bor. Biroq bu asoratlar katta operatsiyalardagi asoratlar bilan solishtirib bo'lmas darajada ahamiyatsiz. Albatta, bu usulni qo'llashni shifokoringiz qat'iy qarorlar asosida hal qiladi. Agar video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, layk va izohlar qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling va keyingi videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling.